Assalomu alaykum aziz o'quvchilar, kuzatuvchilar. Bugun men sizlarga mana shu tipdagi, ya'ni davomiy bo'lgan tenglamalarni ishlash usulini tushuntirishga harakat qilaman. Demak, bu yerda tushuntir darajasi ostida x, tushuntir darajasi ostida x, tushuntir darajasi ostida x va hokazo ketgan. Cheksiz yozilgan desak, teng 2 ga. X topishimiz kerak. Qanday qilamiz? Shunday cheksiz bo'lsa ham baribir kubga oshirib olsak, masalan, kubga oshirsak bitta ildizni qutqardik deylik. X kubiga tushuntir darajasi ostida 2, tushuntir darajasi ostida 2, tushuntir darajasi ostida 2 va hokazo ketaveradi yana. Shu davom etaveradi. Bu da 8. Ya u cheksiz bo'lgani uchun mana bu ifoda boshida 2 ga teng edi. Bitta kamaydi nima, bitta ko'paydi nima mana. Cheksiz bo'lgani uchun mana shu ifodadan 2 qo'ysak, x ko'paygan 2 teng 8 ga. Tushunarli? Demak, x topsak 4 ekan. Endi bunisiga e'tibor beramiz. Bu yerda 5 plus x, 5 plus x, 5 plus x taqsim 5 plus x taqsim 5 plus x taqsim 5 plus x taqsim shunda cheksiz ketgan. Teng 6 ga. Endi e'tibor bersalaringiz, mana bu qismiga qaraydigan bo'lsak, bu cheksiz yozilgan bo'lgani uchun boshda ham hozir turish 6 ga teng. Agar shunday yopadigan bo'lsak ham baribir 6 da mana bu qismi. Cheksiz bo'lgani uchun. Demak, buni o'rniga shunday 6 ni joylashtiradigan bo'lsak, tenglamamiz 5 plus x taqsim 6 teng 6 ko'rinish egallaydi. Umumiy masaj bersak 6 tada, bunga 6 tada. 30 plus 2 teng 36. Mana x teng 6 ga. Mana tenglamalarda osonroq yechish usuli.